Qur'onda yozilgan hayotni kechirayotganim yo'q. Siz ham hayot kechiryapsiz. Men o'zimning gunohlarimni bilaman. Lekin Alloh shunaqa gunohlarimni biladi, men ham bilmayman. Hozirgacha yashab kelayotganim bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Juda ko'p musulmonman deydigan odamlar ham hozir shunaqa yashayapti, bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Men bilaman shunaqa odamlarni faqat jumaga chiqadi. Qilganga yarasha o't uydo qilish. Men shunaqa odamni bilaman. Kasbini tashlagan, butunlay kasbini, hayotini o'zgartirib oldi, ibodatga ketdi. Birinchi so'z o'qi degan. Men bunaqa qila olmayman, chunki meni kasbimni o'zi noto'g'ri. Ey hayot, sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot.